Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugun men avtomatikalarni qisqa qilib qanday yuvishlarini, nastroykasini qo'yishlarini tushuntiraman. Bularda uchalasi bir xil головка bo'lmaydi. Nima uchun desanglar, bu smoloviy kolonnamizda mana yuvish bo'lgani uchun nastroykasi головка boshqacharoq bo'ladi. Kvartos mana ko'mirtoshki ikkalasi bir xil головка bo'ladi. Xo'sh, bularniki mana bu yerda yozilgan F67Q1 marka головкamiz. Shunga nastroykada qanday kiramiz? Nastroykada mana bu pastki knopkani bosib turamiz. Pastki knopkani bosib turamiz. Titib davr chiqadi. Davr chiqqandan keyin o'zi mana bu menyuni bosamiz. Menyuni bosdik, o'zi menyuga kirdik. Menyuda nimani ko'ryapmiz? Birinchi mana soat ko'ryapmiz. Soat o'zimizni vaqt soatini bilan qo'yamiz. Mana soat 4:05, 4:04, 1 minut raznica qilyapti. Masalan, yana o'sha menyuni bossak, o'zi mana almashtirsak bo'ladi. Pastki bilan mana almashtirsak bo'ladi. Minut shunday qilib. To'g'rilab bo'lgandan keyin yana menyuni bosasizlar, o'zi mana tochka nastroykaga kirganlaringiz mana tochka mana yerda bo'ladida, mana bu yerda ko'rinib turibdi. Nastroykadan chiqib ketsa, tochka boqqa o'tib ketadi. Hozir nastroykani ichida biza dalshani kitamiz. Dalsh mana stelkani bosamiz. Bu 3 deganiki mana bu kolonnalarimiz ichini yuvish vaqti o'zi avtomatik kechasi 3 ga qo'yilgan. Bizaniki xohlasanglar o'zgartirasizlar buni. O'zgartirasizlar. Dalshani kitamiz. F0 bu bizga bu kerak emas. Dalshani 1003 bu har 3 kunda yuviladi degani bu. Birinchisi har 3 kunda. Servis yozilyapti. Bu har 3 kunda yuviladi. Xohlasanglar o'zgartirib har 2 kunda qilasizlar. Masalan, mana har 2 kunda, har kuni masalan. Menga har 3 kun normal. Shuning uchun yana dalshni bosamiz. Ikkinchisi bu обратно yuvish. O'sha har 3 kunda обратно yuvish. Обратно deganiki mana bu tepasidan musor tushadi qum ichiga. O'sha musorni обратно yuvib chiqarib yuborish. 10 minut qo'yilgan. Xohlasanglar o'zgartirasizlar 15 minut, xohlasanglar 5 minut qo'yasizlar. 10 minut normal. Dalshani ketamiz. 3 bu uchinchisi o'sha qo'zg'agan payti toshni qumlar pressdan chiqqan holatda bo'ladi. O'sha uchun buni press qilish kerak, обратно press, чтобы